Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Erta bilan mana soat rovna 7:20 bo'ldi. Erta bilan shiringina tortlardan, o'zbek tortlaridan nolishtaga choy ichamiz. Men yana ham xursandman, mana qancha bir shogirdlarimiz, qadrdon mehmonlar taklif qilsalar. Issiq choy bilan yumshoqqina tort yeysiz, mazza qilasiz erta bilan. Bu narsa hammaga bayram muborak. har kimga ham emasda. Shu tortimiz kesimi 50 ming so'm. 50 mingga o'zi yarim kilo qo'y mol go'shti olib, mana yaxshi